Uzoq-uzoq vaqtlar avval yer va osmonlar hali to'liq yaratilmagan payt edi. Faqat Allohning qudrati bor edi. Hamma narsani yaratishga qodir yagona zot. Shu paytda Alloh o'zining qudrati va hikmati bilan bir qarorga keldi. Yer yuzida odam alayhissalomni yaratdi. U insoniyatning boshlanishi bo'ladi. Alloh tog'larning, daryolarning, o'rmonlarning va hayvonlarning yaratilishidan keyin eng mukammal va hikmatli mavjudotni yaratmoqchi edi. Shu sababli u o'zining ruhining bir qismini odamga berdi. Qur'onda aytilishicha Alloh va odamni loydan yaratdi, keyin unga o'z ruhidan ruh berdi. Odam alayhissalom loydan yaratilganida Alloh unga aqlli fikrlash, so'zlash, yaratish va tanlash qobiliyatini bergan edi. Bu qudrat boshqa barcha mavjudotlardan farq qiladigan xususiyat edi. Farishtalar Allohning bu qarorini eshitib hayratda qolishdi. Chunki ular hayvonlar va boshqa mavjudotlarning yaratganlariga bevosita itoat qilgan bo'lsalar-da, insonning o'z irodasi bo'lishini hali tushunishmagan edi. Alloh odamni yaratib, uni jannatga joylashtirdi. Jannat bu inson ko'rgan eng go'zal joy edi. Gullar, mevalar, daryolar, baland tog'lar va shirin shamollar. Odam alayhissalom bu go'zal olamda baxtli yashashga chorlandi. Faqat birgina buyruqqa amal qilishi kerak edi. Allohning taqiqlagan mevasidan yemasin. Biroq jannatdagi farishtalar odamning yaratilishini ko'rib hayratda edilar va ba'zi farishtalar, xususan iblis, g'urur va hasad bilan to'la edi. Alloh unga: "Sen nima uchun meni ibodat qilmayapsan?" deb so'radi. Iblis esa: "Men loydan yaratilgan odamdan afzalman. Men olovdan yaratilganman" dedi va o'z g'ururiga berilib, Allohning buyrug'iga itoat qilmaslikni tanladi. Shu lahzadan boshlab iblis insoniyatning do'stidan dushmaniga aylandi. Odam alayhissalom jannatda xotirjam yashardi. U o'z aql va qalbi bilan hayotni anglashni boshladi. Alloh unga ism berish san'atini o'rgatdi. Jannatdagi barcha mavjudotlarni nomlash imkonini berdi. Bu orqali odam alayhissalom bilim, tafakkur va tushuncha egasi bo'ldi. Farishtalar esa buni ko'rib hayratga tushishardi. Chunki hech bir mavjudotga bunday imkoniyat berilmagan edi. Jannatda yashash davomida odam alayhissalom yolg'iz edi. Chunki Alloh uni juftlik bilan yaratilmagan edi. Shu sababli Alloh unga hamd va shukr bilan duo qilishni o'rgatdi. Qalbini xotirjamlik bilan to'ldirdi va so'ngra unga juftini yaratishga qaror qildi. Shu paytda Alloh odamning yoniga Havo, ona insoniyatning birinchi ayolini yaratdi. Ularning qalblari muhabbat va bag'rikenglik bilan to'ldi. Shu tariqa insoniyatning birinchi oilasi shakllandi. Davomi keyingi qismda obuna bo'ling.